Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya pullari nima sababdan vaqtida tushmay qolishi, karta yoki hisob bloklanishi. Bankomatdan pul yechib bo'lmasligi, eng muhimi bunday holatning oldini qanday olish mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandiga, vasiylik qilayotgan qarindoshiga va chet elda yurgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p odamlar muammoni faqat pul tushmay qolgandan keyin biladi. O'sha paytda esa navbat, hujjat, ariza, tekshiruv boshlanadi. Men bugun vahima tarqatish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Pensiya bloklanmoqda deganda hamma pensiyasi butunlay olib qo'yiladi degani emas. Ko'p hollarda to'lov vaqtincha to'xtatiladi, aniqlashtirish talab qilinadi yoki bank kartasi bilan bog'liq cheklov bo'ladi. Lekin pensioner buni bilmasa, oy oxirida dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun pul topolmay qiynaladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni albatta ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta oddiy xatolik bir necha oy pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiyasini pochta orqali olardi. Ayrimlar uyga keltirib berilishini kutardi. Kimdir bank kartasi orqali yechardi. Ma'lumotlar ham ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla yoki tuman bo'limlari orqali tekshirilardi. Pensionerning yashash manzili, tiriklik holati, ishga kirgan-kirmagani, chet elga ketgan-ketmagani, bank rekvizitlari kabi ma'lumotlar har doim ham tez yangilanmasdi. Ba'zan odam boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham, pensiya eski manzil bo'yicha yuraverardi. Ba'zan pensioner bir necha oy bank kartasidan foydalanmasa ham, bu darhol muammo bo'lmasdi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari, banklar, soliq, FHDYO, migratsiya, pensiya tizimi, identifikatsiya ma'lumotlari asta-sekin bir-biri bilan elektron tarzda bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi tizim ko'proq avtomatik tekshiradi. Pensionerning pasporti yangilanganmi? Bank kartasi faolmi? Shaxsiy ma'lumotlarda farq yo'qmi? Odam vafot etgan deb noto'g'ri belgi tushmaganmi? Chet elda uzoq qolib ketmaganmi? Boshqa daromad yoki ish holati pensiya turiga ta'sir qiladimi? Hisob raqami yopilib qolmaganmi? Shunday tekshiruvlar foydali, chunki noqonuniy to'lovlarning oldini oladi. Lekin oddiy odam uchun noqulay tomoni bor. Hujjatdagi bitta harf xatosi, eski telefon raqami, muddati tugagan karta yoki yangilanmagan pasport ham pensiya to'lovini vaqtincha ushlab qolishi mumkin. Men ko'p eshitadigan birinchi shikoyat shunday. Har oy 10 sanasida pensiyam tushardi. Bu oy tushmadi. Bankka bordim. Ular pension jamg'armasiga boring dedi. Pension bo'limi bankdan so'rang dedi. Mana shu aylanish pensioner uchun eng og'ir holat. Aslida muammoni to'g'ri ajratish kerak. Pensiya hisoblanganmi yoki yo'qmi? Pul bank o'tganmi yoki yo'qmi? Bank kartasi ishlayaptimi yoki yo'qmi? Hisob raqamga taqiq yoki blok tushganmi yoki yo'qmi? Har bir sababning yechimi boshqa-boshqa. Asosiy qism ilk. Kim xavotir olishi kerak? Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilagan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir otaxon 2024 yilda eski pasportini ID kartaga almashtirdi. Bankdagi ma'lumotlari eski pasport seriya raqamida qolgan. Pensiya jamg'armasida esa yangi ID karta ko'ringan. Bank mijoz ma'lumotlari mos emas deb kartani to'liq ishlatishga ruxsat bermasligi mumkin. Pensioner bankomatga boradi, karta pul bermaydi. U pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan bo'lishi mumkin. Faqat bank identifikatsiya talab qilgan bo'ladi. Bunday holatda bankka ID karta bilan borib, ma'lumotlarni yangilash kerak. Ikkinchi xavfli guruh pensiya kartasining muddati tugaganlar. Ko'pchilik karta ustidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0524 yozilgan bo'lsa, 2024 yil may oyidan keyin karta amal qilmasligi mumkin. Pensiya hisobga kelgan bo'lsa ham eski karta orqali yechib bo'lmaydi. Ba'zi banklar avtomatik yangi karta chiqaradi. Ba'zilari esa ariza talab qiladi. Pensioner esa oyligim tushmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun har bir pensioner kartasining muddatini ko'rib qo'yishi shart. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, bir oy oldin bankka borib yangisini olish kerak. Uchinchi guruh chet elga ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Bu masala nozik. Har bir pensiya turi bo'yicha tartib bir xil emas. Shuning uchun men buni umumiy tushuntiryapman. Agar pensioner vaqtincha chet elga chiqsa, darhol pensiyasi yo'qoladi degani emas. Lekin uzoq muddat yashash, doimiy ro'yxatdan chiqish, bank kartasini boshqa odam ishlatishi.
tiriklikni tasdiqlash talab qilingan holatlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir buvi Rossiyadagi qizining oldiga 8 oyga ketdi. Pensiya kartasi O'zbekistonda nevarasida qoldi. Nevara har oy pulni yechib ishlatib turdi. Keyin bank xavfsizlik tekshiruvida karta egasi mamlakatda emasligi, kartadan boshqa hududda muntazam naqd yechim bo'layotgani sababli operatsiyalarni chekladi. Bu yerda muammo faqat pensiyada emas, bank xavfsizligida ham. Bank kartasi shaxsiy hujjat kabi uni boshqaga berish xavfli. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Chunki bu pensiya turlarida ayrim shartlar bor. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari vaqtida yangilanmasa, to'lov ushlanishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironlik 1 yil muddatga belgilangan bo'lsa, keyingi ko'rik sanasi o'tib ketgan, lekin fuqaro hujjat topshirmagan. Tizim buni ko'rib, asos tasdiqlanmadi deb to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu odamning haqqi yo'q degani emas, faqat hujjatni yangilash kerak degani. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa o'qiyotgan farzandlar masalasi ko'p uchraydi. Masalan, 19 yosh talaba kunduzgi bo'limda o'qisa, ma'lum shartlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma yangilanmasa yoki talaba sirtqi bo'limga o'tib ketsa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi oilalar buni bilmaydi. Keyin nega pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab shart o'zgargan bo'ladi. 5-guruh rasmiy ishga kirgan pensionerlar. Bu yerda hamma pensioner qo'rqmasin. Yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlash ko'p holatda pensiya bunday to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim ustamalar, imtiyozlar, ijtimoiy to'lovlar yoki pensiya turiga bog'liq qo'shimcha shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Qo'shimcha ijtimoiy yordam ham oladi. U rasmiy ishga kiradi. Soliq tizimida daromad ko'rinadi. Natijada ayrim yordam turlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam esa pensiyamni kesishdi deydi. Aslida pensiya emas, ehtimol qo'shimcha to'lov yoki subsidiya sharti o'zgargan bo'ladi. Shu sababli har bir to'lovni alohida tekshirish zarur. 6-guruh bank kredit qarzi, aliment, ijro hujjati yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'lganlar. Pensiya kartasiga pul tushadi. Lekin hisobda taqiq bo'lsa yoki ijro organlari tomonidan ma'lum qismi ushlab qolinsa, pensioner blok bo'ldi deb o'ylaydi. Bu juda og'riqli masala. Qonunchilikda pensiyadan ushlab qolishning chegaralari va tartiblari bo'ladi. Hammasini birdan olib qo'yish har doim ham qonuniy bo'lavermaydi. Lekin amalda bank hisobida cheklov paydo bo'lsa, pul yechish qiyinlashadi. Masalan, otaxon 5 yil oldin kafillikka imzo qo'ygan, qarzdor to'lamagan, sud qarori chiqqan, ijro hujjati bank hisobiga yuborilgan. Otaxon bu qarorni unutgan, lekin pensiya kartasi cheklanadi. Bunday holatda bankdan cheklov kim tomonidan qo'yilganini yozma ravishda so'rash kerak. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz bankda yangilangan bo'lsa, kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, har oy pul kelib turgan bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, pensiya turiga bog'liq qayta tasdiqlash muddati bo'lmasa, bank hisobingizda sud yoki ijro taqiqi bo'lmasa, siz va'ma qilmasligingiz kerak. Lekin baribir yilga kamida bir marta bank va pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Eng katta tuzoq shuki, pensiya tushmadi degan gapning o'zi yetarli emas. Men har doim birinchi savolni beraman. Pensiya umuman hisoblanganmi? Agar pensiya jamg'armasi tomonidan hisoblangan bo'lsa, keyingi savol bankka o'tkazilganmi? Agar bankka o'tgan bo'lsa, keyingi savol karta ishlayaptimi? Agar ishlayotgan bo'lsa, keyingi savol hisobga taqiq qo'yilganmi? Mana shu zanjirni bilmasangiz, 3 kun bankka, 3 kun pensiya bo'limiga qatnaysiz. Lekin muammo topilmaydi. Ikkinchi nozik masala telefon raqami. Hozir bank xizmatlari ko'pincha SMS, mobil ilova tasdiqlash kodi orqali ishlaydi. Pensionerning telefon raqami o'g'lining nomida, bankda eski raqam. Hozir ishlatayotgan raqam boshqa. Natijada bank operatsiyani tasdiqlay olmaydi. Karta bloklanishi yoki mobil xizmat ishlamasligi mumkin. Masalan, bir bu kartasiga pul tushganini bilmaydi. Chunki SMS eski raqamga ketadi. Keyin firibgarlar kartangiz blok bo'lgan, kodni ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Bu yerda pensiya xavfi bilan birga firibgarlik xavfi ham bor. 3-tuzoq bank kartasini qarindoshga berish. Juda ko'p pensioner men bankka bora olmayman. Kartam o'g'limda deydi. Men insoniy jihatdan tushunaman, lekin huquqiy va xavfsizlik jihatdan bu xavfli. Agar karta orqali shubhali operatsiya bo'lsa, bank avval kartani cheklaydi. Agar qarindosh pulni noto'g'ri ishlatsa,
Pensionerning o'zi isbotlashga majbur bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish, bankda vakil orqali xizmat olish tartibini so'rash. Uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi tekshirish. 4-nozik jihat, vafot holati bo'yicha noto'g'ri ma'lumot. Kam bo'lsa ham texnik xatolik bo'lishi mumkin. Ism familiya o'xshashligi, tug'ilgan sana xatosi, hujjat raqamidagi chalkashlik sabab tizimda noto'g'ri belgi chiqsa, to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. Bunday holatda pensioner vahima qilmasdan shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. FHDYO ma'lumotlari bilan solishtirish so'raladi. Xatolik bo'lsa tuzatiladi. Muhimi og'zaki gap bilan cheklanmaslik, ariza raqamini olish. 5-nozik jihat, familiya o'zgarishi ko'proq ayollarda uchraydi. Nikoh ajrim. Pasport almashtirish, lotin kiril yozuvidagi farqlar sabab bankdagi ism boshqa. Pensiya bazasidagi ism boshqa ko'rinishi mumkin. Masalan, Gulnora bankda Gulnora deb yozilgan, otasining ismi bir joyda bor, boshqa joyda yo'q. Bunday kichik farqlar ba'zan avtomatik moslashtirishda muammo beradi. Shuning uchun hujjatlarni bir xil shaklga keltirish muhim. 6-nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar va asosiy pensiyani aralashtirib yuborish. Pensioner 1.900.000 so'm asosiy pensiya, 200.000 so'm ustama, yana alohida kompensatsiya olayotgan bo'lishi mumkin. Keyin bir oy 200.000 kamayadi. U pensiyamni bloklashdi deydi. Aslida asosiy pensiya joyida. Qo'shimcha ustama uchun hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy kelayotgan summani yozib boring. Qancha asosiy pensiya, qancha ustama, qancha boshqa to'lov. Pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasi yoki izoh so'rashdan tortinmang. 7-nozik jihat, naqd pul yechish limitlari va bankomat muammosi. Ba'zan bankomatda pul yo'q, karta magnet qismi ishlamaydi. PIN kod 3 marta noto'g'ri kiritiladi. Bankomat kartani yutib yuboradi. Pensioner esa pensiyam blok bo'ldi deydi. Agar SMSda pul tushgani ko'rinsa, demak pensiya kelgan. Muammo bankomat yoki kartada bo'lishi mumkin. Bunda boshqa bankomatni sinab ko'rish, bank filialiga murojaat qilish, PIN kodni tiklash kerak bo'ladi. 8-nozik jihat, firibgarlar. Hozir pensionerlarni aynan pensiyangiz bloklanadi, pensiya kartangiz tekshiruvda. Kompensatsiya olasiz, davlatdan qo'shimcha pul tushadi degan gaplar bilan aldashadi. Ular karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, bank ham, pensiya jamg'armasi ham telefon orqali SMS kod yoki PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir kodingizni aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu firibgar. Darhol telefonni qo'ying, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak? Birinchi qadam, vaziyatni aniqlang. Pensiya tushmagan bo'lsa, avval bankingizdan hisob harakati bo'yicha ma'lumot oling. Mobil ilovadan ko'ra olsangiz, oxirgi tushumlar tarixini tekshiring. Ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga ID karta yoki pasport bilan boring. Bank xodimidan 3 ta savolga javob so'rang. Pensiya summasi kelganmi? Karta faolmi? Hisobda blok yoki taqiq bormi? Agar taqiq bo'lsa, kim qo'ygani yozma yoki rasmiy ma'lumot sifatida so'rang. Ikkinchi qadam, agar bank pul kelmagan desa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari, telefon raqamingiz, oxirgi oylar bo'yicha tushum ma'lumotlarini oling. Pensiyam tushmadi deb umumiy aytmang, aniq yozing. Falon oy uchun pensiya to'lovi hisoblangan, hisoblanmaganini, agar hisoblangan bo'lsa, qaysi sanada qaysi bankka o'tkazilganini ma'lum qilishingizni so'rayman. 3-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar muammo bir kunda hal bo'lmasa, ariza yozing. Arizada ism familiyangiz, JSA shir, telefon raqam, yashash manzil, pensiya turi, qaysi oydan beri pul tushmayotgani, bank nomi, karta yoki hisob raqami oxirgi raqamlari ko'rsatiladi. Ariza qabul qilingan sana va ro'yxat raqamini olish juda muhim. Chunki keyin murojaat qilmagansiz deyishsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, hujjatlarni yangilang. ID karta olgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlarni yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va kerak bo'lsa pensiya bo'limida yangilang. Karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta oling. Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlari to'g'riligini tekshiring. Nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, oldindan tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Talaba farzand bo'yicha to'lov bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida oling. Agar hisobingizga ijro taqiqi qo'yilgan bo'lsa,
Bankdan ijro hujjati raqamini va qaysi organ yuborganini bilib oling. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli ijrochi bilan bog'laning. Qarzdorlik summasi, ushlab qolish foizi, hujjat asosi, e'tiroz berish tartibini so'rang. Agar ushlab qolish noto'g'ri yoki haddan tashqari ko'p bo'lsa, yozma ariza bilan qayta ko'rib chiqishni talab qiling. Kerak bo'lsa yuristdan maslahat oling. 6-qadam. Ishonchnoma masalasini tartibga soling. Agar pensioner yura olmasa, farzandi yoki qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin bu qonuniy bo'lishi kerak. Notarial ishonchnoma bankning ichki tartibi, uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati. Ijtimoiy xodim yordamidan foydalanish yo'llarini so'rang. Karta va PIN kodni shunchaki birovga berish xavfli. Hatto u o'g'lingiz yoki qizingiz bo'lsa ham, kelajakda nizoga sabab bo'lishi mumkin. 7-qadam. Har oy nazorat daftarini yuriting. Oddiy daftar oling. Har oy qaysi sanada qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, karta qayerda ishlatildi, bankdan qanday SMS keldi yozib boring. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun foydali. Agar bir oy farq bo'lsa, darrov ko'rasiz. Masalan, odatda 2 million 1 ming tushgan bo'lsa, bu oy 1 million 7 ming tushsa, sababini aniqlash osonlashadi. 8-qadam, hech kimga SMS kod, PIN kod, karta amal qilish muddati va kartaning orqa tarafidagi kodni aytmang. Agar kimdir o'zini bank, pensiya bo'limi, mahalla yoki davlat xizmati xodimi deb tanishtirsa ham, shaxsiy kodlarni bermang. Rasmiy idoralar sizni kod aytishga majburlamaydi. Shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, MyBotGubuz yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali imkon bo'lsa, ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingizdan yordam so'rang, lekin parollarni hamma joyga tarqatmang. Raqamli tizim qulay, lekin xavfsizlikka e'tibor bo'lmasa, muammo keltiradi. 10-qadam, muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga yozma murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat bo'limi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi ishonch telefonlari yoki rasmiy murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, dalil bilan yozing. Sanalar, summalar, bank javobi, pensiya bo'limi javobi, ariza raqami. Shunda masala tezroq ko'riladi. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon har oy 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Karta muddat tugagan, lekin u bilmagan. Pensiya hisobga tushgan, ammo bankomat pul bermagan. Otaxon 3 kun pensiya jamg'armasiga qatnagan. Aslida muammo bankda bo'lgan. Yangi karta olgandan keyin pulini yechgan. Xulosa, karta muddati oddiy narsa ko'rinsa ham, katta asab buzilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi misol, 72 yoshli bu ID karta olgan. Bankdagi ma'lumotlari yangilanmagan, mobil ilova bloklangan, bank operatsiyani cheklagan. Buvi davlat pensiyamni to'xtatdi deb o'ylagan. Bankka karta bilan borib, identifikatsiyadan o'tgach, hammasi tiklangan. Xulosa, hujjat almashtirilsa, bank ham xabardor qilinishi kerak. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro qayta ko'rikdan o'tish sanasini unutgan. Tizimda muddat tugagan, to'lov vaqtincha ushlangan. Tibbiy hujjatlar yangilanib, ma'lumot kiritilgandan keyin to'lov qayta tiklangan. Xulosa, muddatli pensiya yoki to'lovlarda sana juda muhim. 4-misol, pensionerning kartasiga ijro taqiq tushgan. U buni bank xatosi deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'lishicha, eski kredit kafilligi bo'yicha sud qarori bor. Bu yerda pensiya jamg'armasi aybdor emas, bank ham o'zicha qilmagan, ijro hujjati asos bo'lgan. Xulosa, hisob blokida kim tashabbuskor ekanini bilmasdan turib, masalani hal qilib bo'lmaydi. 5-misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, oilada farzand kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tgan. To'lov summasi o'zgargan, oila pensiya kesildi deb o'ylagan. Aslida shart o'zgargan. Xulosa, pensiya yoki nafaqa nima asosda berilayotganini bilish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizga bitta narsani aniq aytmoqchiman. Pensiya bloklanishi yoki tushmay qolish har doim ham pensiyangiz yo'qoldi degani emas. Ko'pincha sabab hujjat, bank kartasi, identifikatsiya, ijro taqiqi, ma'lumotlar mos kelmasligi yoki muddatli tasdiqlash bilan bog'liq bo'ladi. Lekin buni vaqtida tekshirmasangiz, oddiy muammo katta tashvishga aylanadi. Shuning uchun bugunoq 3 narsani qiling. Kartangiz muddatini tekshiring. Bankdagi pasport va telefon ma'lumotlaringiz yangiligini aniqlang. Pensiya turi bo'yicha qo'shimcha hujjat yoki qayta tasdiqlash muddati bor yo'qligini bilib oling. Agar pensiya tushmasa, avval bankdan pul kelganmi, karta faolmi, taqiq bormi deb so'rang. Keyin pensiya jamg'armasiga aniq ariza bilan murojaat qiling. Hech kimga SMS kod va PIN kod bermang. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing.
pensiyangiz nega kechikkan? Muammo bankdami, hujjatdami yoki pensiya bo'limidami? Boshqalar sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerlarimiz o'z haqqini vaqtida tinch va xavfsiz bo'lishi uchun har birimiz ogoh bo'lishimiz kerak.